Ular aytdilar-ki, Dada, rostdan ham Tincheni shunaqa pastkash ayolga uylantirasizmi? Tincheni otasi. Pastkash ayol dedimi? Bu tarif o'z uylangan o'ynashiga ko'proq mos tushmaydimi? xo'jayin, unda sizni band deb aytaman. Uyga bormaydilar. Yo'q. Siz u qizni ko'rgani borasizmi? Otamga yoqmagan narsalar menga yoqadi. Yaxshi, hozir mashinani tayyorlayman. O'shani qorong'ida yashirinib, yig'lab o'tirgan o'sha qizaloq qanday bo'lib o'sdi ekan? Qiz eski do'stimning nabirasi. Men tanlagan kelin Tinchen yoshligida ularning uyida davolangan. Nimalar deyapsiz o'zi? Dada, Chiming Tinshin haqida qayg'uryapti. Boshqa maqsadi yo'q. O'z o'g'limni sendan ko'ra yaxshi bilaman. To'g'ri. Dada, u Shi deganlari Shen oilasida asrarni bo'lib o'sgan yetim-ku. Tinchen unga uylansa hech qanaqa foydasi yo'q. Doim boshqalar bizning oiladan foyda ko'rib kelgan. Bizning oila qachondan beri to'y orqali foyda qiladigan bo'ldi? Chiqib ketinglar. Xo'p, dada, biz ketdik.